Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, aziz jizzaxliklar. Jo'rayev TV kanalida premyera. Bugungi samimiy intervyu loyihamizning navbatdagi mehmoni hammamiz yaxshi tanigan, yaxshi bilgan, tinib tinchimas dizayner tikuvchi Dildora Emilovna. Assalomu alaykum Dildora opa. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Muncha kuttirdingiz. Assalomu alaykum. Intervyumiz uchun beradigan javoblaringiz bu albatta qalbdan, yurakdan bo'ladi. Hech qachon kesmaymiz va yozuvchi so'z degan narsalar haqida o'ylab ko'rmang. Yozib olmasangiz bo'ldi, har holda. Xo'p, birinchi savolimiz, baxt siz uchun nima? Baxt bu borligimiz, ota-onamiz yonimizdaligi, farzandlarimiz, oilamiz. Dildora, ikkinchi savolimiz, agar dizayner bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? O'zi dizaynerlik kasbi meni haqiqiy kasbim emas. Pedagog siz bilaman. Pedagogman. Pedagog bo'lardim deb o'ylayman. Xo'p, davlat ishi yoki xususiy biznes qaysini tanlaysiz? Oilamizga ta'sir qilmagan holatda ham davlat ishi, ham biznes. Например, men 21 yildan beri davlat ishida ishlayman. To'g'ri, men birinchi marta eshitishim Dildora Emilovna davlat ishida ishlashni. Shuning uchun bahid ochamiz. Sayohat siz uchun qanchalik muhim? Men uchun juda ham muhim, lekin men hali hech qachon chet elga sayohatga chiqib ko'rmaganman. Nimaga? Endi turmush o'rtog'im ishi yuzasidan mumkin emas. Vaqtdagi blogerlarimiz bir-biriga qanchalik oqibatli deb o'ylaysiz? Yaxshi oqibatli, chunki mana misol uzoqqa bormaymiz, o'zimiz oilaviy blogerlar gap o'ynaymiz-ku, mana siz ham qo'shilgansiz. Menimcha zo'r, bir-biriga shaxsiy munosabatlar ish yuzasidan bir-biriga yordamlashadi. Nima, Instagram orqali, reklamalar orqali menimcha zo'r deb o'ylayman. Sevib turmush qurgan ma'qulmi yoki sovchilar orqali? Bilmadim, sevib turmush qurgan deb o'ylayman. Dildora, qaysi voqea hayotingizda o'zgarish bo'lishiga sabab bo'ldi? Mana shu tikuvchilik sohaga kirib kelishim. Bitta tikuvchiga kelinligimda sarqolarim berilgan. Ularni uylarida 4 oy turgan, tikmaganlar. Ularni uylaridan achchiq qilib, xafa bo'lib olib kelib, uyda tikkanman o'shani. Yomon zo'r holat bo'lgan, ularga rahmat aytaman haligacha. Biz Dildora Emilovnani ko'chmas mulklarga ega bo'lgan dizaynerlarimizdan biri sifatida bilamiz. Hozir bilib olamiz, Dildora Emilovnada nechta ko'chmas mulk bor? Ko'p qavatli uylaringiz? 5 ta. Nima mashinada yurasiz? Mana oddiy. Oddiy Leapmotorscha. Oddiy Leapmotors. Dildora Emilovna bir oyda qancha daromad topadi? Dadadada. Sir bo'la qolsin bu. Keling, nima qilamiz? Agar mana shu videomiz 10 ta like yig'sa, men sizga bir oylik daromadim nechta pul topishimni aytaman. Обязательно keyingi intervyuda. Bir oyda o'zingiz qancha ishlatasiz? Yo'q, unaqa ko'p ishlatmayman, lekin unaqa ko'p rasxod qilmayman. Bo'ladi. Dildora Emilovna rosa ekonomichniy ayolda. Siz uchun top 3 ta ijodkor yoki bloger. Hammalarini hurmat qilaman, lekin o'zim tanigan, bilgan, yaqinroq bo'lgan insonlarimni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, siz ham mayli kiriting. Birinchisi siz, Bekzod Jo'rayev. Ikkinchisi, Abbos Arziqulov ukamiz, hurmat qilaman uni juda ham. Uchinchisi, Ali Ismailov. Ali ham zo'r, juda hurmat qilaman. Jo'rayev va komandasiga va kameraga tilaylaringiz. Tilaylarim. Har doim eng zo'rlardan bo'lib yuring, Bekzod. Yanada o'zingiz ustingizda ishlashdan to'xtamang. Har doim Bekzod Jo'rayev desa mag'rurlanib yuraylik. Yana bitta jihatingiz yomonroq, o'zim aytib o'taman. Gapimiz bo'ladi, mana gashtaymiz. Har doim kechikib kelasiz. Iloji boricha kechikmaslikka harakat qilsinlar. Jizzaximizning yuragida joylashgan Kulchadamiz. Bu lokatsiyani, bu joyni hammamiz yaxshi bilamiz. Qisqa vaqt ichida Instagram orqali juda ham portlab, hamma joyga o'zining nomlarini, brendini taqdim etdi va biz nima uchun Kulchani tanladik? Atmosfera juda ham chiroyli, samimiy, intervyumizga o'xshab va oddiy, hokisor bo'lgani uchun mana shu joyni tanladik. Intervyu yakunida bugungi suhbatdoshimizga Kulcha nomidan sovg'alarni taqdim etdik. Navbatdagi mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysiz? Fikringizni izohlarda qoldiring. Omad Emilovna.